Bormi? Bak. Assalomu alaykum. Bizden qo'llab-quvvatlab turgan qadrli obunachilarimiz. Xudo xolasa katta magazinimizni obzor etib beraman. Narx-navolarni, skidkalarni tanishtiraman. Berimizda ichan degan nisbatan vibrimiz ancha ko'proq bo'ladi. Uni aytishimdan maqsad, xo'p, platnoylar, pomlar, shunday narsalar ham bor. Masaksada, qani bo'lmasa ketdik, ko'rpachalikdan boshlaymiz. Har doimgidek. Shu ko'rpachaliklarimiz bo'yining bular yana bir bor aytib o'taveraman. Bozorlarimizda obishni sotuvchilarda 95 ming so'm, 90 ming so'm, skidka qo'yib turibman, aksiya qo'yib turibman deb portlatib turganlarda 85 ming so'm bo'ladi. Biz ham buni har doimgidek 75 ming so'mga tushirib qo'yibmiz. Tikilishini besplatni aytib qo'yibmiz. Summa zakarab metri 45 ming so'mdan 12 ko'rpacham qo'shib beribmiz shu narxning ichida. Bundan tashqari keyin kipriklarimiz bor. Xo'p. Bularni birinchi sort kiprik deb sotishdan to'xtamay turibdi bozorchilarimiz. Biza aytishdan to'xtamay turibmiz. Hurmatli bizning kuzatuvchilar, bu narsa ikkinchi sorti bo'ladi kiprikni. Birinchi sortida 140 ming so'mdan sotib turibdilar. Skidga 140 ga tushib turibdi, 110 ga tushib turibdi. Yo'q, aslida bu narsamiz 95 ming so'mga skidkada tushib turibdi. Asl narxi 140 sotilgan. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, birinchi sort qanday bo'ladi deb so'rasanglar, birinchi sort kipriklarimiz 100% ipek bo'ladi. Ko'rgan vaqti ko'zga tashlanadigan bo'ladi yine. Men kiprikman deb aytib turadigan narsang shu bo'ladi. Bu narsalarimiz aksiyada 110 ming so'mga tushib turibdi har doimgidek. Xudo xolasa endi sizlarga taka deyishlarni tanishtirib o'taman. Akkalar ukaga. Xo'p, taka deyish rasvettilarimiz bir ko'rsatib ber. Taka deyishlarimiz rasvettilardim ko'p. Qaysi ko'rpachalikdan harakatishingizdan qat'iy nazar hammasini o'zini bir-birini to'p beramiz. To'p berib bilamiz avvalambor xudo. Undan tashqari, yoqqa kelali uka. Hozir trendda bo'lib turgan narsalarni ko'rsataman sizlarga. Bular yazgı hıbı olmadı. Yazgı hıbılarımızga bularni bir 20 xil rasvetkisi bor. Gesenglar bularni skidkada optimatib beramiz. Keyin kelali aka. 3D platnoylarimiz ham ya. Az bu eng trendda bo'lib turgan narsalar. Yakundan oladi gulin. Bu narsalarimiz ham hozir trendda bo'lib turibdi. Bizda eng arzon narx skidkalar ko'p-ko'pmiz keyin. Mana ko'rsinglar. 3D eng zo'ri. Eng qizig'i bular 35-40 sotilib turibdi bozorda. Azbekni kanalidan kelsangizlar, Azbekni nov kanallar Azbek sanaki hozir. Optim to'yani. O'zlarimizni kanaldan kelsangizlar 20 ming so'mdan beramiz. Original. Anorgulni ham bir ko'rsatik eng obunachilar. Yur. Trendda yozlar. Bu Leon bo'ladi, 55 ming, 60 ming sotilib turgani şu kanaldan görüp kesingler bana 20 ming so'm sizlarga. Maşallah. Alın. Bunlar nov bo'lsin. Turist kanalı rivoj uchun bu. Sizlar foyda ne uchun? Kanal rivoj uchun. Aga kichkina do'konda skidka bo'lib turibdi. 3 million so'mga, 3 so'mga kadar BD skidka ham ayting. BD skidki biz ham shu 3 million so'mga shu 12 ko'rpacha qo'shib beramiz. Besplatni tikib beramiz shu kanaldan kelsanglar. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa kelasizlar. Bularni hammasini birma-bir obzor etaman desam, video cho'zilib ketadi. Sizlarga bir nima desam bo'ladi? Sizlarga bir ko'rsatish uchun bir 3-4 tani ko'rsatdik. Shuni ham bir ko'rsatdik. Qarasanmi? 5 ki. O'zbekcha. Ina. Ne deydi bu? Gelaksizlar buni bozorda 10 ming so'm arzon bo'ladi 1 metr. Shunchalik narxlarni tushirib turibmiz. Xudo xolasa bir like bosasizlar, bizlarga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shu videoni tagina kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Обязательно ikkinchi filialimizda kutib qolamiz hammangiz. Bo'l to'xtata. 90 katta. Xudo xolasa ina bular ham ko'ringlar. Fon 5G. 5G deb aytiladi. Endi ino 3D ku 5G degani da bu. Kelaverasizlar. Liboyda arzon bunday material hammadan topa olmaysizlar. Aniq originali bu. Qirog'ini ham ko'raverasizlar. Görüp kelaveringlar. Ikkalali yakunlar. Yine anorgullarimizni bozorda 60 ming so'm sotilib turgan anorgullar 45 ming so'mdan xarid ketaverasizlar, xudo xolasa kelib. Pompartlar trendda bo'lib turgan anorgullar hammasini narxga qo'yibmiz. Qashloy, qashsiz, bular platnoy xilisi, leon xilisi, anorgul degan narsani bosib tashlamiz, xudo xolasa. Bu yandan pompartlarimiz bor. Skidga tushib turgan pompartlarimiz yana hammasi. Dinur shu pompartni ko'rsatib berganlar. 45 ming so'm sotilib turibdi ish pompartlarimiz. Skidkadan chiqadi. 28 ming. 28 ming so'm tushib turibdi. Xatari bilan shoyagacha. Shoyagacha 28 ming so'm. Şu taza gelen yazgı şaylar ham görsün. Şu taza gelen yazgılar, kaşlı, yazgı. Kaptal, argısı yazgı var. Şu an yazgı eken, yalan yazgı dedim. Ulaşsın.
Hurmatli yurtdoshlar, paxtalarimiz Xudo xolasa 10 ming so'mdan boshlanadi. Bozor 13-14 sotib turgan paxtalar 10 ming so'mga tushirib berganmiz. Kelardik. Neymiş paxtalar bo'ladi? 10 ming so'mdan. Abi davayna 10 ming so'mdan boshlanadi shu paxtalarimiz. 10 ming so'mdan boshlanadi. 22 ming so'mga дейін to'liq beramiz. 22 da bozorda 22 sotib turgan narsamiz bozorda 27 ming 25 ming sotib turibdi. Birinchi so'ti ko'rpalik paxta bo'ladi. 10 ming deganimiz 14 ming sotib turibdi. Tanlagan paxtalarimizdan ko'rpachalarga solib besplatno tikib beramiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. MM Gold 2-filialini adresini hozir videoning davomida tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Ulubog Powerot, svetofordan aylanasizlar. Yine yanımızda Capital Bank. Bu Төрткүл tumanında bir dana Capital Bank. İşte yine bizning MM Gold magazinimizni ikinci filiali. Bu yandan keladigan bo'lsanglar, 50 kala tarafdan kirib kelasizlar. Bu yandan keladigan bo'lsanglar, bozordan o'tkayda Ulubog Powerot. Agar adres topolmaydigan bo'lsanglar, telefon nomerlarimiz bilan yozib qo'yamiz. Telefon etib bemalol kelaverasizlar.